Insonni inson qiladigan narsa bu xarakter. Ya'ni biz xarakter cultivation ustida, ya'ni xarakterni tarbiyasi ustida o'stirish sifatida ishlamaymiz. Shaxsiy rivojlanish deganda mana hech kim mana oxirgi marta sizga mana shu ko'pchilik yozsa kerak o'ylayman. Men sizga ham kim men xarakterimni yaxshilamoqchiman deb yozdi. Bunaqa taklif ham yo'q-da, to'garaklar yo'q. Yo'q, to'garak mayli, kattalar orasida ham. Mayli yosh bola bilmasin mayli. Mana qarang. Bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Ota-ona o'zi menda muhim, mana shuni rivojlantirishim kerak o'zimda deb o'ylagan narsasinigina bolasini rivojlantiradi. Ya'ni ingliz tilini men bilolmadim yoki men ishim bildim, ingliz tilim zo'r bo'lib ketdi, endi bolam ham bilsin deydi. Yoki men bilmadim, bolam bilsin deydi. Men qiynaldim, oliy ma'lumotim bo'lmasdan diplomsiz, endi bolam o'qisin. Muhim, ya'ni ota-ona bir narsani muhim deb bilsagina, keyin bolasini shunga beradi. Biz hozir bola tarbiyasi deyapmiz, lekin o'zi odam o'zi tarbiyasidan boshlanadi. Chunki odam o'zini tarbiya qilishda success qilsa, ya'ni o'zini hamma narsasi o'ziga bo'ysunadi-ku, mana qo'lingizni bundoq qilsangiz ko'tariladi, bundoq qilsangiz bunisi ko'tariladi, ko'zingizni bundoq yumasiz. O'zingizga podvlastni, ya'ni o'zingizga to'liq bo'ysunadigan subyektni, obyektni siz tarbiya qila olmasangiz, sizga deyarli bo'ysunmaydigan obyektni qanaqa qilib tarbiya qilasiz? Biz demak o'zimizdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ota-ona o'zida muhim bo'lgan narsalarni, ya'ni o'zi erisha olmagan yoki erishib yaxshi natijaga erishgan narsasini bolaga o'tkazadi. Mana shuni cultivate qilamiz, ya'ni mana shuni o'stiramiz deydi. Endi ota-ona o'zida demak hisoblamayapti muhim, ya'ni aksar insonlar. Ota-ona deganda bir inson, hammamiz ota-ona bo'lamiz, demak aksar insonlar xarakterning muhimligini tushunmayapti. Qanaqa shaxsiy sifatlar haqida endi gapiramiz? Bittasini aytaman. Aytdingmi qil. Ya'ni chest. Yo, chest u boshqa. Nega misol uchun ya'ni loves. Loves. Chest u chastity. Misol uchun u g'ururga o'xshagan narsa. Ya'ni himoya qil. Nomingni himoya qil, oilangni himoya qil, o'zingni, jamoangni, свои чужие, ya'ni himoya qil degan narsa-da. Mardlik, mana bizda turtganimiz. Qildingmi, misol 3 ga kelaman deymi, ke. Misol uchun. Siringni ochmayman dedingmi, ochma. Qilgan xatolarga javob berish. Pul berib turaman dedingmi? Ber, misol. Yo'q, aytganini qilish. Aytganini qilish bittasi mana, mardlik misol uchun. Qanday? Tushunasizmi? Lo'q bo'lmasini qanday o'rgatsa bo'ladi? Ha, bittasi bu mana. Ya'ni aytganda, mana men zo'r aqlliman, kitob o'qiganman, bunaqa odam shunaqa bozor tashlaydi. Bu ham xarakter. Shuni shilib tashlashadi. Bu ham xarakter. Buni yahudiylar tarbiya qiladi, xubsa deydi. Mana shu lo'q bo'lmaslikni termini bor. Ya'ni siz teskarisini aytyapsiz. Ya'ni uni asli xubsa. Kimdir naglis deydi, kimdir o'zining haqqini bilish deydi, kimdir haqqini ovolish deydi, kimdir aldanib qolmaslik deydi. Buni Ikkinchi jahon urushida yahudiylarni juda ko'pini kunstkameralarga kiritayotgan paytda boshini egilib hop deb kirib ketgani uchun o'shandan keyin boshqa hech qachon degan termin ostida yahudiylar o'zini farzandlarini tarbiya qilishni boshlagan. Buni tarbiya qilish uchun uni ulardan o'rgansa bo'ladi. Ya'ni qanaqa qilib desa, har qanaqangi holatda o'zingizni haqqingizni chegarasini bilish, endi ular u chegarani va chegarani doim surib borish. Masalan, bir narsani o'tgan safar 100 so'mga oldingizmi, keyin safar borasida 90 so'mga olishga harakat qilib ko'rasiz. Keyin 80 so'mga olishga harakat qilib ko'rasiz. Keyin 70 so'mga olishga harakat qilib ko'rasiz. Ya'ni doim ko'proq qismini o'zingizga o'tkazib olish, misol. Buni xubsa deydi, ya'ni bezlik yoki uyalmaslik, tap tortmaslik deyish mumkin. U xarakterni shakllantiradi. Davom etib chiqishdi. Endi oqibatlarini ham ko'ramiz. Mana Rockefeller bu endi bu negativ. Buni balansini topish kerak. Rockefeller mashhur kim oshirilgan holatda. Oshirilgan, bu ana eng pikiga chiqqan, chunki nimaga ular 1 million, necha million esimda yo'q, necha millionni qirib yuborganda, endi bu og'riq bo'lgan, juda yomon. Sizni oilangizda 10 kishi bo'lsa, 9 tasini qirib yuborsa yoki 7 tasini o'ldirib yuborsa, siz boshqa shaxsiyat bo'lasiz-da. Men ularni oqlamayman, men ularni misol uchun yaxshi ko'rmayman millat sifatida boshqa, lekin sabablar bor. Xarakter shakllantirishga misol. Ular borasini yoshlikdan matematikaga bermaydi. Mana yaponlar matematikaga beradi. Lekin ular 10 million yaponlardan kuchliroq xalqda hozir. Yaponlar 150 million. Yaponlar ham xarakterga e'tibor bergan, lekin ular boshqa tomon, mehnatkashlik asosan, ishxonaga, ishiga muhabbat, kaizen, doimiy qilayotgan ishini rivojlantirish, hurmat, o'zaro, ya'ni kattalarga hurmat, traditsiyani ushlash, an'anani ushlash. Lekin yaponlar ham asosiy e'tibor beradigan narsa xarakter tarbiyasi. Rim imperiyasida ham xuddi shu bo'lgan. Imperatorlarning xarakterini tarbiyalashgan. Asosiy pridvorniy odamlar, ya'ni qasrga yaqinlashtirilgan odamlar bo'lgan. Seneka shunaqa, mana misol uchun Neroni tarbiyalagani, Aleksandr Buyukni kim tarbiyalagan? Aleksandr Makedonskiyni. Aristotel tarbiyalagan. Ya'ni atilabdan shunaqa insonlar bo'lgan. Ularning vazifasi bo'lajak imperatorlarning xarakterini shakllantirish. Ya'ni qildingmi, qo'rqma. Misol 12 yoshda Aleksandr qarindoshlar unga qarshi chiqib taxt top qo'ymoqchi bo'lganda qilichdan o'tkazgan hammasini. Ha, bo'ldi, maslaga topshirdim boshqa deganda shuni bitta hammasini qilichdan o'tkazgan.